Shu prava olsam qiyin bo'lib ketdi, lekin jonimga tegdi shu prava olish. Men senga gapiryapman. Ha, eshityapman. Qara, Biz paytda oson bo'lganda. sen vaqtida olding lekin. Sen vaqtida olding. Ha, Qara, vaqtida olgan. hozir meditsina bo'lib ketdi. Og'ziga tupur, chap qo'l singan, ag'dan kiygiz, bag'dan kiygiz, jonimga tegib ketdi. Maza qilib mashina minib ketmoqchiman. Bu nima o'qishga topshiryapsanmi? Prava olyapman. Bu prava testlari. bu. Testda bu. Qara, mana qizil bo'lib yotibdi. Yashil bo'lsa prava berib yuboradi. Ha, shunaqa bo'lib ketganmi hozir? Sen telefondan harakat qilma. Biz paytda telefondan harakat qilmagan. O'qigan biz paytda. Biron joyda o'qidingmi? O'qidim. Qayerda o'qiding? 9 yil maktabda o'qidim. Aha. 2 yil kollejda o'qidim. Aha. 1 yil avtoshkolada o'qidim. Ha. Bermayapti. Onasini o'zi shunaqa qiyin bo'lib ketganmi? Qiyin bo'lib ketdi, qara. Shuncha joyda o'qimam olmadingmi? Yo'q, shu gaylarning oldidan shu mashina olib ketmoqchiman. Mazar qilib bermayapti-da. Senga bitta maslahat. Ber. Olaman keyin. Ha, keyin olasan. Точно olasan. Sen bir institutga ham topshirib qo'y. Shuncha joyda o'qibsan. Rostdan. Libo bitta institutga topshirib qo'y. Rostdan beradi. Ha, institutga ham 4 yil o'qiysan, keyin ag'da ham bo'lmasa, sraz bakalavrga tashlaysan. Bo'ldi. Kim beradi? Yana bironta o'qish chiqishi mumkin. Kim beradi? Ha, orasida bir uydan olganmisan? Yo'q. Qara, uylanmoqchiman. Ha. Uyga sovchi jo'natyapman. Qiz dadasi pravasi yo'q ekan deb bermayapti. Pravaga nima daxli bor qizni? Bo'lmasa men ketdim. Institutga ketdim. Ertadan institutga ketaman. Baxki, sen seriozli qabul qilding. Seriozli qabul qildim. Institutga ketaman. Ketdim ba. Una tragedia, non andare a cena, passi solo tu.